Alaykum hurmatli obunachilarimiz, mana xudo xolasa o'rdaklarga yem berib oldik. Xudo xolasa ishtahalari zo'r. Yemga keladigan bo'lsa, yemimiz kami ko'rma bilan makkaga aralashgan. Makka aralashtirib uyutib beramiz. O'rdaklar tuxum tug'ishyapti xudo xolasa. Bu yoqda yapollar mana ko'katda yeb yotishibdi. Kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib paddash qilib tursanglar, xudo xolasa bundan keyingi videolarda ham qo'yib boraman akalar. Mana shu o'rdaklar bilan xudo xolasa kerakli bo'lgan ma'lumotlarni sizlar paddash qilib tursanglar bo'ldi. Bundan oldingi videolarimizda qo'ygan kurkimiz ham ochib chiqdi xudo xolasa. 10 tadan 9 toshdi. Inshaalloh ularda ham katta qilamiz. Yog'imizda mana dakan turibdi xudo xolasa. Bu yoqda aytib o'tgandek hashaykalar. Qo'lim kepaga deyapti. Bu ketyapti. Akalar bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga kerakli bo'ladigan videolarni qo'yib boraman xudo xolasa. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi.